Значит, shu paytgacha olinmaganmi videosi? Men unaqa narsalarga yo'raman. Zapis kurpachadan boshlagan ekanmiz. Voy nima qo'yyapti-ba, qo'ymay turing. Xudo, baqirishni eshityapman. Bu yana Ana undan oldingilarda yaxshi bo'lgan ekan. Nimaga nastroylar yo'q? Cho'ta, ha. Rick and Morty'ni yozyapmiz axir. Ha. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Rick and Morty'ni 8-faslini 1-seriyasini boshlayapmiz. Hammasi samirda boshlanar ekan. Shuning uchun sizga charchab qolganman. Kamiga 9 minutini yozganmiz, bu yerda Layza uni 1 soat yozgan 9 minut. Цвет настроения синий. Isomiddin, как всегда, гадить qiladi. Kelishi bilan men kiyimimni yomonladim. Klassik kiyingan ekan. Да, что-то tanmadim. Смотрю, такой дяденька стоит. Xonimni ishda bor-ku, Layza ham, Dildora ham. Bittasi uxlamay kelgan, bittasi bilmayman. Kul desa kulmaydi. Isomiddin, нормально просто hazillashamiz. Assalomu alaykum. Qo'ymay tur Dildor. Gapga qo'shasizlar, men salom bermoqchiman kameraga qarab. Normal odamga o'xshab. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Rick va Morty'ning Bizni nervni duvlashimiz. Men nervnim, men spokойныйman. Просто multseriallarning dinamikasiga kirishib ketaman-da. O'shanda shunaqa bo'lib ketadi. Merod turing. Tushunasizlar? Hammaga salom o'rtoqlar, boshladik. Rick va Morty'ni nihoyat uzoq kutdinglar, bilaman, xabarim bor. Men ham yolg'iz edim. Menga bu yoqadi. Ketdik. Qorningiz ochgandir. Sizni yangiliklarda ko'rdim. Anchadan beri tuzukroq ovqatlanmayapsizmi? Qo'shiq kir bo'lsa tuzukroq bo'ladimi? CJ'ning retsepti. O't o'chirish guruhidan. Ha, qishloqlar. Yo, xudo, uni to'xtatishim kerak. Men texnologiya kompaniyasining rahbariman. Bilmasam ham bilgandek ko'rsata olaman. Ona, uchrashuvlarimni bekor qiling. Jiddiy yo'q. Tashqi ko'rinishingiz dress kodga to'g'ri kelmaydi, miss. Borib kiyimini almashtirib kel. Ammo Ovora bo'lma, menga hunarlaring o'tmaydi. Polis 0630. Morty! Buni hech biri CJ'ni ortga qaytarmaydi. Kimni ismini? Christopher James Motorola'nimi? 1-sinf quvvat jantinimi? Agar nimanidir eslayotgan bo'lsang, menga aytib berganing ma'qul. Shunchaki uni juda sog'inyapman. Ha, bilasanmi og'ayni, ishni davom ettirganimiz yaxshi. Oxirigacha ich. Buni barchasi men aybim, Morty. Sen u yerda yagona haqiqiy inson eding, ammo menga farqi yo'q edi. Matritsani qoidalarini tushunib olganimdan so'ng hokimiyatni egallash osonlashib qoldi. Biroq quvvat yaratish emas. Qimirlama! Morty, nima qilyapsan? Rickni diqqatini tortmoqchiman. Qimirlama! Pashol naxuy. Bu yer haqiqiy emas. Qo'y o'g'rilar! Birovni narsasini olmang! Ayniqsa quvvatlagichlarni! Boshqa quvvatlagichingizni olmaymiz. Sizni tushundik, endi bizni chiqaring. Agar bu ish berganida allaqachon tashqariga chiqardik. Quvvatlangan bo'lishga huquqingiz bor. Har bir o'g'irlangan quvvatlagich sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Samir, yordam bering. Kechir Morty, lekin ikkimizdan birimiz chiqishni topishimiz kerak. Samir! Bir nechta hayot yashab qo'ygandim shu. Quvvat ega o'lim! Biz qulayapmiz! Oliy qudrat, quvvat vodiysiga buzib kirildi. Temirli plastinalar ham. Qara Rick, u yerda armaturalar chegirmada ekan. Qo'yil. Ikkita sotib olsa, uchinchisi bepul ekan. Matritsadagi Morty tejamkor yo'llarni topar ekan. To'g'risini aytaman. Bu juda ham ajoyib tuyg'u. Eski va ishonchli Amerikacha ustachilik. Qo'l mehnati doim yoqimli. Ovozini qara. Moylangan mushukni qurilashiga o'xshaydi. Ana shu sassiq ko'rpaning ichidan turdani o'rningdan hozirroq turib harakatga kech. Ko'rpacha yomon sasyapti. Hidini qarang. Ro'zg'orni terbatib, ota-onangga yaxshi sharoitga berishga yaxshi harakat qilib. Achib ketibsizlar, demaysizmi? Sabr! Maza qildim, mashita, brat. Raqsga tushdim. Og'ayni, seni o'lganingni ko'rdik-ku. Ajoyib tank. Nimadir bo'ldimi, janob? Odamlarni matrisaga joylamoqchi emassiz-ku, to'g'rimi? Chunki bunday qilish qat'iyan mumkin emas. Bo'ldimi? Rahmat. Hammaga xayr. Ko'ringlar, tomosha qilinglar.
Что ты стажить? Почти ovoz bermadimmi? Kirdim, просто bitta baqirdim, bo'lib chiqib ketyapman. Rik va Morty Diyorbek Ibragimov ovoz beradi, всё. Multfilm unga qurilgan, multserial. Rahmat hammaga. Tugatdik, nihoyat ovozlari millatchalab bo'lib qoldi. Multserial 2025-yilda Geek TV studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Premium guruhimiz obunachilariga minnatdorlik bildiramiz. Nihoyat. Qadrli do'stlar, tomosha uchun katta rahmat. Feedbackinglar bizga kerak. Mana shu multserial haqida fikringlarni yozib qoldiringlar. O'zimiz juda yaxshi ko'ramiz multserial. Berilib ovoz berdik hammamiz. Isom aka bir narsalar debdi, eshitilmayapti menga buni. YouTube'da fikr bildira oladi-ku. Kommentariy ochib qo'ysangiz fikr bildira oladi deyapti. Telegramda kerak emas. Chunki bu bardak qitashyapsiz Telegramda. O'shani yopib qo'yganman. Nima deysiz? Diktatura. Kerak emas aka, hech kim. Gapi, yoqda diplomat yo'q. Demokratiya. Всё. Tamam. Shunaqa o'rtoqlar, tomosha qilinglar. Bizga muhim sizlarning feedbackinglar xullas. E'tibor uchun rahmat, xayr, omon bo'ling.